Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz, muhtaram, suyumlik Şarkı Türkistanlı qarindaşlarım. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Hammanglarni niyet qilgan xayrlik ishlarda muvaffaq qilsin. Bugun qisqa bir video bilan qarshinglarga chiqyapman. Navbatda Xitoy katavaşlarını xalqarалық jinoiy ishlar sotiga berish munosabati bilan iyana to'plash faoliyati bo'lyapti. Bu navbatda Uyg'urlar hayotidagi eng cho'ng ish hisoblanadi. Yana bir turliq qilib aytsak, bugun e'tibori bilan sarsaniylik hayotidagi Uyg'urlarning buningdan cho'ng bir ishi sahnada emas. Temini Uyg'urligimizning imtihoni deyishimning sababimi mana shuningdir. Mushundaq bir ishda sizning o'rningiz, mavqeingiz, meydanınız, tutumunuz nerede? Bu sual cevaplanıdı. Muş faaliyette bu sual cevaplanıdı. Undaq yoki mundaq şekilde cevaplanıdı. İlgir qilgan chaqiriqlarim bilan birlikda sürgündü hükümetinin ve Milliy Uyg'unish Harakati Tashkilotining bank hisob usullari berilgan. Buningdan xabaringlar bor. Navbatda xalqqa texmi uchiq bo'lish. Xalqning tasbit taftishlariga oshkora yuzlanish maqsadida mushundaq bir torbar maxsus ochildi. Bu yerde hamma hisob oshkora ko'rinib turadi. Xohlamasangiz ismingiz ko'rinmaydi, xohlasangiz ko'rinadi. Bu sürgün hükümet uchun emas, Uyg'unish harakati uchun emas, bir qatimliq proje uchun. Yani bir qatimliq ish uchun. Hisob aralashib ketmasin uchun shunday ayrim tutildi. Chunki dushmanlarning to'xtamay qilayotgan harakatlari tufaylidan hukumatga bo'lgan ko'zqarashlar kesilman ekanligini bilamiz. Shunga hukumat uchun emas, belgilik bir ish uchun berilganligi aniq bo'lganda qo'llovchilar ko'p bo'ladi degan umid qilingan bir ish. Bu ishning o'tirg'i chiqishi bilan jahon qaynab ketdi. Uyg'urlarning ichida go'yo kichik qiyomat qopti. Toplarda eqib yurgan qarshi tashviqotlarni ko'ryapsizlar. Mening shaxsimga hujumlar, Salih Xudoyorning shaxsiyatiga haqoratlar, Ma'mur raisimiz Abdullator Qarajimga hujumlar, hukumatga haqoratlar. Hatto aql qabul qilg'isiz tuhmatlar. Bularning kimliklariga diqqat qilishinglarni samimiy umid qilaman. Qarindoshlar, biz davomli turda kimlar tarafidan himoya qilinib kelinayotgan bo'lsa, bugun ichidan qon ketayotganlar, chidamaslik bilan odamiylikdan chiqqan haqoratlarni yog'dirayotganlarning ayni kishilar ekanligini ko'ramiz. Bu salbiy cho'qonlar ichida haqoratlardan boshqa nima bor? Qarindoshlarimizni pul berishdan to'sish urinishlar. Bu ishning aqmaydiganligi haqidagi alomat, karomat isbotlarni ko'rsatib, kishilarni sovutishga, umidsizlantirishga urinishlarmi hech qachon ko'rilmagan saviyaga yetdi. Hatta aslida bu ishning yillar avval tayyor qilib qo'yilganligini numussizlik bilan o'tirib qo'yish orqali ahamiyatsizlashtirish, suyuqlantirish elib berilmoqda. Bu yerda men shaxsiy hisoblarni so'rg'ulamayman. Buningga kerakmi yo'q? Hepsiyle yok. Texim mühimi o fitne fasat ta'tir teşvikatlarını cevap verişke layık mı görmeyim? Çünkü bir iş oturdu. İş oturdu. Net bir iş oturdu iken bir akıllıgisi bunu Ankara alaydı o dep işinimi. Şuna töhmetlerinin ta'tir teşvikatlarının cevabını halk koydum. Kalgını kıyamette kem kalmay hesap kitap bulunduğallığı işenginim için bundaq çüprendiler bile hepleşip oturuşunu salahiyetimde uygun görmeyim. Bu kaynagan bazarda yani icabi inkaslamı az emez. Demek bu imtihanda kimnin kim ikenligini körüvelişke yani bir yaxşı fırsat Allah tarafından temin etildi desek hata olmaydı. İlgiri 100 bin kişilik imza toplaşta bir qıtım bunda fırsat bo'lgan edi. Eğer esinglarda bo'lsa, shu chaqda qarish septi bo'lganlarni bugunmi qarish septi ko'rsizlar. Bu bir tasodifiylik emas. Ba'zi qarindoshlarimiz chaqiriqlarimizga ovoz qo'shish bilan qolmaydi. Xolis tashviqotchilik bilan o'tirib chiqib so'zlagan so'zlarni anglaganimda
milletimiz tehi tamamen buzulup ketmepti. Milletimizde tehi ümit bar eken degan hissiyat geldi ve gözlerimge yaş geldi. Nimelekin bolmasın iqimga qarşı hareket kılıvatkan düşmanlarning tirishchanligidan qat'iy nazar bu ishni başladık. Bu ishni çoqum qilamiz, çoqum ahirga chiqaramiz. Düşmanlar qaqshab, zarlanib, urib, qiliverib. Xalqimizning qo'llashini, bizning yurishimizni to'sib qololmaydi. İzdebüstü bilinmegen pul yığışlarını pul berip kelayotgan qarindoshlarimiz esiga baqsa bo'ladi. O'tirdi ko'rsatilgan bir ish bo'lganmidi? Bir natija ko'rilganmidi? Bu sürgün hukumatning tunji qatam xalqdan iyon talab qilish. Bugun hamma ish ko'z oldinglarda. Hisob o'tirda, ishmi o'tirda. Shundaqla Allah yo'lida ihson qilingan pulinglarning ketgan yerimi aniq bo'ladi inshaalloh. Buningda muxatirjan bo'lsanglar bo'ladi. Növbette qarindoshlar biz bir imtihonga duch kelyapmiz. Bu imtihon biz yordamidan umid kutayotgan Sharq Turkiston do'stlari, Uyg'ur do'stlarining imtihoni. Ya'ni chet elliklarning imtihoni. Ular bizni bu orqali kuzatmoqda, sinamoqda. Dunyo xalqaro jamoatchilik oldida sinalyapmiz. Dunyo bizni imtihon qilmoqda, kuzatmoqda. Allah'ın aldığımı biz imtihan kılınmaktayız. Bu Uygurluk imtihanı. Bu Şarkı Türkistanlılık imtihanı. Bizning qandaq bir xalq ekanligimiz, öz işimizga qanchalik ko'ngil bo'ladiganligimiz, qanchalik umidganligimiz, qanchalik darajada samimiy ekanligimiz sinaladigan bir imtihan. Şunun üçünmü? Bu imtihanda bizga kerakki pulli emas. Şu narsa esinglarda bo'lsin, qarindoshlar. Bizning ko'zliginimiz, kutadiganimiz faqat pulli emas. Texmi muhimi qarindoshlarimizning issiq nafaslari, illiq qarashlari, bizga qo'shilib kutadigan, ko'taradigan cho'qqanlar. Şuna $1 yollab meydanınızı bildirsanız, biz Allah'tan sizge $1000'lık ecir tileymiz. $1 bilen bizge katıldıqanlığınızı ifadeleyin. $1 bilen düşmenge karşı meydanınızı ifadeleyin. $1 bilen milli hislerinizden oygaklıkını ifadeleyin. $1 bilen öz işinizde tomuzda kolu tonuduğanlardan emaslıkınızı ifadeleyin. Bu işkimi taraftarlık tutumida muamele kıladıgan qarindoshlarimizni o'yinib qarar bersa ekan deyman. Endi bu chaqiriq ostida ko'rsatilgan ulanish orqali iyoni qiyginingizda xohlasangiz ismingiz ko'rinadigan bo'ladi, xohlamasangiz ko'rinmaydi. Yana tip degan bir yer bor. Ba'zi qarindoshlar bilmasdan bu yerga 5%, 10% deganlarni tanlab qo'yibdi. Bir muncha pul ziyon bo'libdi. Tip degani topinaqi degan so'z. Bunu beğenseniz mi, beğenmeseniz mi oldu? Bu muşu torbetki alakadar şirketki ketadigan kichik yardım. Bunun da en astıdaki xat ne? Yani custom deganini çekip, andın çıkan kichik pencerege 0 yazsanız hiç tapınak qilinmaydi. Hemmanlarning ihsanlaringlarga Allah hassalat savab bersin. Salih amellaringlarni Allah'ning dargohida maqbul bo'lsin. Amin.